Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ulug'bek Pardayev. Video nomini ko'rib turgan bo'lsangiz kerak, 2 daqiqada YouTube kanal ochish. Wow, qanday qilsa bo'lar ekan degan savol sizni tug'iladigan bo'lsa kerak. Ushbu videoda siz bilib olishingiz mumkin. Undan oldin bizning Telegram kanalimiz va YouTube kanallarimizga obuna bo'ling. Telegram kanalimiz mana shu YouTube kanalimizning bio qismida turibdi. O'tib sirasi obuna bo'ling. Xo'p, unda biz ishni boshladik. Birinchi ochratda bizga nimalar kerak bo'ladi? Albatta bizga mana shu 3 ta приложение. Do'stlar, biz Telegram kanalimizga YouTube kanalini to'liq ketma-ketligini tashab chiqqanmiz va bu postni ko'rib siz o'zingizni bemalol checklist qilib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Va do'stlar, ushbu narsani men o'zimni Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Telegram kanalimni esa mana shu kanalimni bio qismida topishingiz mumkin. YouTube kanalining biosida turibdi do'stlar. Kerak Google, Gmail, YouTube. Google endi Gmail kabi bitta narsa, Gmail va YouTube kerak bo'ladi. Gmail ustiga bosasiz, bosganingizdan so'ng mana shunaqa oyna ochiladi. Biz esa mana bu joyga u raqam harf ustiga bosamiz. Xohlasak bu yerda B, T, K hamma har xil harf bo'ladi. Ustiga bosganimizdan so'ng upravlение account Google ustiga bosamiz va bu yerda mana shunaqa holat bo'ladi. Uzun so'rayman do'stlar. Bu yerdan pastroq tushamiz. Bu yerdan David accountga bosamiz. Ozgina chalg'idim. David accountga bosgandan keyin bu yerdan Google tanlaymiz. Google ustiga bosamiz va bizda o'zaro proverka qiladi. Proverka qilgandan keyin o'zingizlarni o'sha telefonlarga qanaqadir ekran qulf qo'ygan bo'lsangiz, o'sha qulfni kiritasizlar. Misol menda bunaqa. Xo'p, kiritganlaringdan so'ng bu yerda bizda mana shunaqa holat chiqadi. Bu yerda pastda sozdать account ustiga bosamiz. Для личного использования bosamiz. Bosganimizdan so'ng email so'raydi. Emailga Ulug'bek deb kiritamiz. Familiya kerak emas. Denga 2 ni kiritamiz. Polga mujik. Yil 2002. Missiyasi esa mart. Bosganimizdan so'ng bizda mana shunaqa holat chiqadi. Ya'ni o'zingizlar yozinglar. Xo'p, shoh va parol so'raydi. Xo'sh, biz endi YouTube ga kirib olamiz. YouTube bosgandan keyin Sadat kanalga bosamiz. Bosganimizdan so'ng ism familiya qo'yamiz. Misol o'zingizlar kanallar misol Roblox Game B deb qo'yaman. Men shunga nom yo'qdi. Buni bosganimizda pastga ham xuddi shu narsani kiritamiz. Sadat kanal yoki birdan promoy rasm yuklaysiz. Sadat kanalga bosamiz va bizning kanalimiz ochiladi. Xo'sh, endi yog'i esa настройка qismi hisoblanadi. Kirib olganimizdan so'ng vid настройка kanaliga kiramiz. Bu yerga esa rasm qo'yishimiz kerak bo'ladi. Далее, okey. Zagrid. Alright. Xo'p do'stlar, bu yerga birinchi banner qo'yishimiz kerak bo'ladi. Banner razmeri, undan keyin esa bu yerga rasm qo'yish kerak bo'ladi. O'zingizlar mana загруз ustiga bosib rasm qo'yasizlar, kanalingizlar nomi va описание yozishimiz kerak bo'ladi. Описание yozishimiz uchun albatta Gemini yoki ChatGPT dan foydalanasiz. Bu yoq kerak bo'lmaydi. Undan keyin bunga bosamiz, настройкаga kiramiz. Kanal bo'limiga o'tamiz. Strana degan joyda pastga tushamiz. Pastga tushgan roqdan sal teparoqda Соединение Штаты tanlaymiz. Sirazi 3-bunga bo'lib o'tamiz. O'rtadan tanlaymiz. Nima farqi yo'q. O'rtadan tanlaymiz va bu yerga mana buni bosib nomer ulaymiz. Bu bizni o'sha preview qilishimizga, 15 daqiqalik video yuklashimizga va promoy efir qilishimiz uchun yordam beradi va kanalda juda ham katta ahamiyatga ega. Shularni qilamiz, nomer ulaymiz. Bu yerga esa o'rtadan tanlab qo'yamiz. Bizning kanal DT, ya'ni yoshlar uchun emas. Bu yerga ключевое слово yozishimiz kerak. Ya'ni kali so'zlar. Bizda Garry's Mod degan kanal bor. Ya'ni o'yin yo'nalishi gaming, Android games yoki Android gameplay deb yozishimiz ham mumkin. Загрузка videoga o'tamiz. Agar sizning videolaringiz bir xil davomiylikda bo'lsa, bir xil описание uchun yozib qo'yasiz. Bu esa har video yuklaganingizda описание mana shunaqa ko'rinishda chiqaveradi. Ya'ni misol bu yerga A harfini qo'yib qo'ysam, keyingi videoni yuklayotganimda YouTube kanalimga, ushbu YouTube kanalimga A deb chiqadi birdan описаниеda avtomatik ravishda. Bu esa shunaqa narsa. Undan keyin esa video nomi. Agar videongiz faqat bitta nom bilan qilinadigan bo'lsa, mana shu yerga oldindan yozib qo'ysangiz, o'zingizga qiynab yana qaytadan yozib o'tirmaysiz. Pastga esa tag yozishimiz kerak. Tag hozirgi kunda ahamiyatga ega emas, ya'ni videolaringizni qanaqa odamlarga tavsiya qilishi algoritm uchun foydali narsa. Shuning uchun ham kerakli narsa bo'lsa, misol men o'yinlar o'ynaydigan bo'lsam, Android Games deb qo'ysam, и всё, biz Android o'yinlar o'ynashimizni o'sha algoritmga aytib o'tyapmiz. Bu videodan keyin maytga o'tamiz. Bu yerdan kategoriya juda ahamiyatli. Biz esa albatta igrani tanlaymiz, chunki o'yin o'ynaymiz. Undan keyin yozik video qanaqa tildaligi, misol biz Angliya Соединенные Штаты, bu yerda Angliya Соединенные Штаты. Aytgancha bu narsa juda ham ahamiyatga ega emas, shunchaki tanlab qo'ysangiz hech nima qilmaydi. Undan keyin saqlanib ustiga bosamiz va bizning kanalimiz tayyor. Banner logo qo'yildi. Va bu yerda bizga ismlar qo'yildi. Описаниеni kanalingizda nima qilishingizga qarab inglizcha yozasiz. Undan keyin esa настройкаga kirasiz sirazi. Общий dollar turadi. Kanalga o'tasiz, Соединение qo'yasiz, ключевое слово, ya'ni kanal nima haqida ekanligini tushuntirishga harakat qilasiz. Android Games Gaming
and разрешение настройка o'rtadan tanlaymiz. Nimaligini o'qib o'tirmang, o'rtadan sразу tanlang. Undan keyin esa доступный funksiya, bu yerdan ikkinchisini yoqamiz albatta. Mana bu strelka, undan keyin подтвердить nomer telefoni, yoqqanimizdan so'ng загрузка videoga o'tamiz. David Nazivani aytganimdek, videolaringiz agar bir xil nom bilan qilinadigan bo'lsa, mana shu yerga nomini sразу kiritasiz va bu avtomatik sizning video yuklayotgan vaqtingiz sразу o'sha nom bilan chiqib keladi. Va opsiya xuddi shunaqa avtomatik chiqarib beradi. Undan keyin esa pastga tag yozamiz. Tagga aytib o'tganimdek, o'sha sizning videongiz nima haqida ekanligini tushuntirib berish uchun yoziladi. Agar siz bugungi o'yinda horror, ya'ni qo'rqinchli o'yin o'ynayotgan bo'lsangiz, horror deb yozasiz. Ya'ni inglizchada horror degani qo'rqinchli degan ma'noni anglatadi. Undan keyin esa enter deb bosamiz yoki shunchaki virgul deb yozganimizdan so'ng klaviaturamizda bu avtomatik yoziladi va biz saqlanib etib qo'yamiz. Bu esa har kuni video yuklayotganingizda mana shu nomlar chiqishiga yordam beradi. Xo'p do'stlar, boshqa hech qanaqa muammolar qolmadi. Kanalimizni mana shunaqa sozlaymiz va men sizlarga speedrun, ya'ni tezlik bilan tushuntirib berishga harakat qildim. Vaqtingizni o'g'irlashni xohlamayman. Shuning uchun tezroq tushuntirib berdim. Agar sizda savollar tug'ilgan bo'lsa, albatta bizning Telegram kanali orqali murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Sog', salomat bo'ling do'stlar.